O'rtaga qo'ying, o'rtaga. O'rtaga. Kimdir chiqib endi mana shu stulni ko'tarsin. Endi boshqa odam chiqib ko'tarsin birorta xohlagan odam. Oppoq qog'oz, teskari qiling. Oppoq qog'oz, to'g'rimi? Uni ko'tarib ko'ring-chi. To'g'rimi? Yo'q, shunchaki ko'tarib ko'ring. Tushiring endi, orqasini o'qing endi. O'z ichingizni o'qib oling-da, keyin bularga qarab gapirasiz. Hammangiz muvaffaqiyatsiz, omadsiz va xunuksiz. Hammangiz muvaffaqiyatsiz, xunuk va omadsiz dangasalarsiz. Qaysi biri og'ir? Stul og'irmi yoki bu so'zni aytish og'irmi? Qaysi biri? So'zi. Nimasi og'irlik qildi? Bitta ko'rib eslab qolishda oxirgi jumlasini. Sizgachi? Men gapirishga bo'ldi. Nega qiyin bo'ldi? Ha? Aha. So'z shunaqa kuchki, shunaqa mas'uliyatki, u ma'lum bir stulni yoki ma'lum bir og'irlikdagi jismni ko'tarishdan ham og'irroq hisoblanadi. Bundan qanaqa xulosa chiqarish kerak? Siz bir so'z bilan bir insonni og'ir yukka aylantirib qo'yishingiz mumkin yoki bir so'z bilan bir og'ir insonni yengilgina insonga aylantirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. So'z ana shunday kuchga ega.